Assalomu alaykum. Men Ibn Sinoman. Sharq falsafasi bu borliqni aql va qalb ko'zi bilan ko'rishdir. Borliq tasadif emas. Har bir zarrada yaratuvchining hikmati va tartibi bor. Tana dori bilan mantuq haqiqatni xatodan ajratuvchi tarozi. Usiz tafakkur zulmatda qoladi. Sharq hikmati nafsni yengishdir. Pok qalbda dunyoning barcha sirlari aks etadi. Jamiyat bir vujud. Adolat va fazilat uning joni bo'lib, baxtga yetaklaydi. Ilm izlash eng oliy ibodatdir. Izlanishdan to'xtagan, ong so'ngan mashg'aladir. Biz qoldirgan hikmatlar kelajak uchun poydevordir. Uni asrang va boyiting. Tafakkur nuri yo'lingizni yoritsin. Salomat bo'ling.